Demak, fizika darsini boshlaymiz. O'rtoqlar, men bugun aytadigan faktlar hech qayerda eshitmagansizlar. Hech qayerda. Bu originallarini mendan eshitasizlar. Kim biladi? Birinchi savol. Hurmatli o'quvchilar. Yer tortish qonunini kim topgan? Newton qanday? Olma tushgan hech qanaqa. O'sha maktabdagi o'qituvchingizga aytasiz bor. Tushundingizmi? Newton bitta olma bilan yer tortish qonunini aniqlab olar ekan. U olma, o Apple'ga aloqador. Tushundingizmi? Uni ham akasi qo'ygan uni ham. Borib bitta tishlab qo'ysa, mana jinni uni Apple qilib chiqarib yuboribdi. Mana yarim takki bo'lagi cho'mtagimda turibdi. Qaranglar, bilmasalaringiz bilib olinglar, daftar ruchkalar yozinglar. Yer tortish qonunini Newtonga umuman aloqasi yo'q. Uni o'zbeklar o'ylab topgan. Ikkita aka-uka yer tortishib qolgan. Uni qonuniy hal qilish uchun notariusga borishgan. Notariusda Newton ishlayotgan bo'lgan. Ana yer tortishayotganini qonuniy hal qilib bergani uchun Newton qonuni deyiladi. Kelishdiga to'g'ri bo'lsa qarshi. Bu to'g'risi bu. Sizlar ishlamanglar. Orqa tomon maymun o'ynatyapmanmi? Ha? Chiq bo'lmasa sen gapir. Biz ham kulaylik. Keyingi darsda so'rab olaman senlardan. Bitta sha. Shuni oldinga tushib bora, ikkala qoshing orasiga jupayaq bilan tepama quloqlaring chapga chavora. Asabga tegishma, jim o'tirish. Mana shu xulq chataqlarni mana ko'ryapmiz. 1 yildan beri pastga tushmaydi. Keyingi savol. Og'irlik markazi qanday topiladi? Kim biladi? O'qiganmisizlar? Og'irlik markazi qanday topiladi? Kim biladi? 0. Tarozi ukam hozir bir roma ichingizda gapiradigan bo'lib qolasiz. Mana qussangiz ham ichingizga qussaydigan qilib qoladi. Asabga tegmang, bilmasangiz gapirmang. Tarozi tortilarmish. Yer tortish qonunimiz. Bilmasalar og'irlik markazi qanday topiladi? Yozinglar. Ikkita holat bor, uchinchisi 50-50. Tushundingizmi? Birinchisi viloyatdan poytaxtga kelib yashash og'irlik qilganda og'irlik markazi sizlar uchun Toshkent bo'ladi. Tushunyapsizlar? Uy qimmat. Bu birinchi variant. Ikkinchisi, uyda kimdir og'irlashib qolsa qayerga boramiz? Markaziy shifoxonaga. Kelishdiki, bu ikkinchi variant. Uchinchi variant, masalan, mana shu joyda og'irlik markazi qani? Kim ko'rsatalar? Saroyda. Hech qanaqa. Mana Shukrullo Isroilov. Mana shu odam shartda og'irlik markazi. Sanlarroqqa bo'lsa, markaz yoqqa ko'chadi. Tushunyapsizlar? Yozinglar demak. Kelishdiki. Demak, o'rtoqlar, keyingi savol. Qarshilik kuchi kim biladi? Nima bunaqasilari? Nimaga bunaqasilari? Kim biladi qarshilik kuchini? Qarshilik kuchi o'rtoqlar bundan bir 6000 yil oldin topilgan. Ko'ryapsizlarmi? O'shanda ham qarshiliklar kuchli bo'lgan. Chunki ular tandir go'shi maza qilib yurgan. Tushunyapsizmi? Ish bor joyda qarshilik bo'ladi. Tushunyapsizlar-a? Yo qarshiliklar bor. Keyingi savol. Siz bosim nima? Bosim. 3-qator. Bosim nima? Bosim nima? Tur, bosim nima? Mana shu bosim. Ko'ryapsizlar-a? Mana shu bosim. Natija bo'lish uchun bosim bo'layotgan payt bosiqlik bo'lish kerak. Agar qarshilik bo'lsa, o'sha ketdi mana ishqalanish kuchi bir narsalar. Tushunyapsizlar-a? Qarshi chaman maymun o'ynatyapman. Ha? Maymun o'ynatyapmanmi? Ukam asabga tegma. Shunaqa uraman, shu nechta urganimni sanab yarim umring o'tib ketadi. Nervga tegma. Mani udarlarimni bilasan. Mana shu bit turgan udarimni hozirgi boksyorlar 12 raundga bo'lib uryapti.
Mumkinmi? Nima gap? Haydar Haydarovich. Ullama, muchalik bo'rimisanlarda. Ha, Komissiya kelgan ekan, sizni so'rashyapti. bo'ldi, tayyorlanishaversin, hozir tekshiraman. Xo'p, bo'ldi. Siz turing. Siz kelib keling. Turing. Turing. Darslarga kelasiz, doim ko'raman. Qonunini gapiring. O'rgatishma. Tur. O'tirdimadimi? Bilasizmi nimaligi? Ohmni tushunmagan odamdan amperni so'ramasang ham bo'laveradi. Demak, yana bir savol. Mana tajribali o'qituvchilar bor, mana o'quvchilarimiz Jo'lon Shodmonov degani ham kelibdi nihoyat darsga. Sizga savol. Mendeleyev davriy jadvalini kim topgan? Ha? 0. Mendeleyev deydi. Mendeleyev o'tiring. Hammani fikri shumi? Mendeleyev topganmi? Isbotlab beraman, u topmagan. Mendeleyev davriy jadvalini Deleyev degan odam topgan. Kim topdi deganimda Deleyev deyishgan. Qani o'tsa, men degan. Kim u? Mendeleyev degan. Viloyatdan bo'lgan u. Mendeleyevdan bilsiz, agar Toshkentlikda Mandeleyev bo'lardi shu. Senegalda ham viloyatliklar biz topganmiz. Toshkentda topganda Senegal bo'lardi. Tushunyapsizlar? San Fransisko bo'lar. Ho'kiz. Qayerga ketyapsan? Kim rus? Illatda, sen kim javob berdi? Dars bo'layotgandan xabaring bormi? Balki ruchkang bor? Darsga ruchkasiz kelib, bilasanmi ruchka yo'q bo'lsa nima bo'ladi? Ruchka yo'q bo'lsa, ho'kiz yozolmaysan. Tushunyapsan? Yozolmasang imtihonga kira olmaysan. Imtihonga kira olmasang diplom yo'q degan, ish yo'q degan, pul yo'q degan, ovqat yo'q degan, ozib ketding degan. Ozib ketding degan, xunuk bo'lib ketding degan. Xunuk bo'lib ketding degani xotin yo'q degan. Xotin yo'q degani xunuksan, yolg'izsan degan. Tushunyapsan? Bola yo'q degan. Sen bitta o'zing qolding degan. Sen bitta o'zing qolding degani bu yolg'izlik. Yolg'izlikning oxiri depressiya, depressiyaning oxiri o'lim. Bitta ruchka orqasidan o'lib ham ketmagin, bor joyingga.